Mana kim mana narsani ushlasa, o'shani orzusi amalga oshar ekan. Yo'q, men bunaqa narsalarga ishonmayman. Mana o'g'lim aldamidi, ushlang. Bo'pti. Kelin, orzu qilgan narsangiz menga ijtimoiy yugurishmidi. Shundaqa deb qo'yardim siz. Ha kelin, oyingizga shuni ravo ko'rdingizmi? Yo'q, atajon, men narsa noto'g'ri ishlayotgan. Men o'xshab ko'ring. Javohir aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Ha, chol qarib qo'ymagan. Shumida orzungiz? Voy, ada? Yomon-a? Ey, mana eshit. Kelining to'g'ri aytibdi. Bu narsa noto'g'ri ishlar ekan. Men ushlab ko'r. Ey erki, shumi sani orzuying? Anima, yoshlikdan postoyanno shuni chalish qoldirdim. Aytganman o'zini olib bormagansizlar. Mana endi o'rgandim. Orzungiz shu bo'lsa, sizga bitta zo'r gapim bor. Bu narsangizni uzun marketdan ham zakaz qilsak bo'lardi. O'tda har xillaridan bor. Ha aytgancha, nobodo mana bu plastik membranasi yertirib ketsa, uni ham uzun marketdan zakaz qilib olamiz. Eng ближайший punktdan olamiz. Hop. Shu ham sizlarning orzuyingizmi? Bo'lmabsizlar. Voy, to'xtang. Mana, hamma ushadi. Siz ham ushing. Men ushamayman bunaqa narsalarga. O'sha. Ana. Ko'chada qoldim. Ana, bu tinchlik menga anchadan beri kerak edi. Endi serialimni ko'raman. Hayat şaşırtır hep zaten.